Agar Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, undan biror narsasini olib qo'yishi mumkin. U muhtojligini his qilib turish uchun, zaif holatida unga duo qilib qo'llarini ko'tarishi uchun. Lekin agar u bir bandasini azoblamoqchi bo'lsa, aksincha unga beradi, keyin yana beradi, keyin yana beradi. Keyin bergan narsasi orqali uni baxtsiz qiladi. Shuning uchun to'g'ri yo'ldan chiqib ketgan odamlar haqida Alloh aytadi: eslatilgan narsalarni unutgan chog'larida ularga nima qildik deydi deb o'ylaysiz? Ularni ushladikmi? Yo'q. Eslatilgan narsalardan unutgan paytlarida ularga hamma narsaning eshigini ochib qo'ydik. O'zlariga berilgan narsalardan xursand bo'lib turganlarida biznes rivojlanib ketdi. Keyin esa ruhiy kasal bo'lib qoladi. Har doim xavotirda bo'ladi. Ayoli bilan ajrashib ketgan, o'g'li buzilib ketgan, unisida spid, azoblar. Eslatilgan narsalarni unutgan chog'larida ularga hamma narsaning eshigini ochib qo'ydik. O'zlariga berilgan narsalardan xursand bo'lib turganlarida bo'ldi. Ular dunyo shahvatlari bilan mast bo'lib qoldilar. Ularni birdaniga tutdik.